Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Biz Python dersimizning ikkinchi dersini so'zlayapmiz. Undaqda oldin qismlarni ko'ringlar. Biz KG'dan boshlaydi. Biz nima kelgandik degan vaqtida biz natijani yozgandik, o'sha kelgandik. Shunday, undaqda natija bo'lsa 30 deb bizga buni ko'rsatadi. Endi biz qarasak miyada mau uzunda shaklda yozganni miyaga yozmadi. Yana biz bu yerda buni bilib olganimiz, miyada bunda ish qildim deganni yozmoqchi bo'lsak, mush quduq belgisini yozib turib qilamiz. Agar buni yozmay qilib boqsaqchi, uni ko'rib boqayli. Ctrl S degandan keyin F5 ni bosdik. Qanday deb chiqib qoldi? Mashg'ulotingiz xato deb chiqib qoldi. Ma'qul, biz bildik buni. Unda biz bu yerga xato degan bo'lsa, miyaga aslidagidek quduq belgisini qo'shib qo'ydi. Qo'shib qo'ygandan keyin qanday qilamiz? Ctrl S saqlash F5. Natija bo'lsa 30 deb chiqarib berdi. Qanday quduq belgisining shunday roli bor ekan deganni bilib oldik. Shunday. Endi qarindoshlar, bizningki qilgan yana bir ishimiz nima degan vaqtida biz bu yerdan mashq betimizni ochaylik. Ochgandan keyin biz bu yerga masalan Mahmud Qashqari deganni yozg'izib boqaylik. Qanday yozg'izim degan vaqtida biz bu buyruqning hammani yutimiz, bo'lmasa yana bir buyruq bilan bular aralash chiqib oldi. Undaqda Ctrl A ni bosib tanladim, yutdim. Yutgandan keyin qanday qilaman degan vaqtlarda bunday qilaman. Tirnoq ochdim. Tirnoq ochib bo'lgandan keyin tirnoqning ichiga ism Bega ism deyman, ism deb bo'lgandan keyin tang dedik. To'xtanglar. Men buni undaq emas, undaq qilaman. Ism Mahmud bo'lsin. Me cho'ng bo'lsin, chunki odam va shaxslarning ismini yozganda bosh harf cho'ng bo'ldi. Shunday. Mahmud. Buni qilib bo'lgandan keyin Ctrl S ni bossam bo'ldi, bosmay pastga tushib ketsam bo'ldi. Qandaq? Bega yurti deb bo'lgandan keyin tang dedik. Qo'sh tirnoq ochdik. Qashqari deyli. Bega bir bo'shliq qo'yitli, chunki oldingi soatga bitgan, bo'lmasa yaqin chiqib qoldi. Qashqari dedik. Degandan keyin qandaq? Qo'sh tirnoq yapdik. Enterni bosib pastga tushdik. Tushdik shunday. Bu chip bo'ldi. Chip bo'lgandan keyin biz bu yerga nima ish qilmoqchi degan vaqtida ikkisini birlikda yozmoqchi. Bu yerga not shaklida quduq belgisini bosib turib, ikkisini birlikda yozaman deb turib olsak bo'ldi yoki buni olmaylam. Biz nima ish qilmoqchi bo'lganimizni bilgandan keyin unutib qolmaymiz. Pastga o'tib ketsak bo'ldi. Undaqda biz buning buyruq shaklini beraylik. Buyruq beraylik. Undaqda buyruq yozmoqchi. Print dedik. Qandaq? Tirnoq ochdik, yapdik, ichi kirdik. Ichi kirib ism Pash boshliq yurti. Shunday. Buni qilib bo'lgandan keyin Ctrl S F5 desak, Mahmud Qashqari deb chiqarib berdi. Undaqda buni ko'rib oldik. Bu bitimiz cho'nglab ketsin. Bizdan yana vaqtimiz bor. Undaqda biz buni ko'rib oldik. Endi biz mushu ism bilan yurt orasiga
Bir narsa qistirmoqchi bo'lsak, qanday qilamiz degan vaqtida masalan, masalan biz yuqorqi Mahmud Qashqari bularning orasiga bir tal pesh. Hozir bu pesh yo'qolatdi-ku. Qaranglar. Bu yerda Mahmud Qashqarining o'tirida hech qanday narsa yo'q-ku. Biz bu yerga bir tal pesh qilmoqchi bo'lsak, masalan. Biz mana o'zlam ayrim yasak bo'ldi yoki bunda qilib kontrolni besib turib, seni besib, ko'chirilib, mekilib, qanday kontrolni besib, vini bossak ko'chirib berdi. Mahalat qilib turib, qanday yurtining oqiga peshni qo'yib o'tib, sapni besib, sapning oqiga tang deymiz. Tang degandan keyin tirnoq ochdik, boshliq tirnoq yapdik. Degandan keyin qarsanglar bu yerda qaranglar, men hozir bir xato qilmoqchi. Nima xatolik qildim, balkim bildinglar yoki bilmadinglar. Undaqda Ctrl C ni bosdik, saqlab oldik, Ctrl S. Undaqda F5 ni bossak, o'xshashlar Mahmud Qashqari deb chiqdi. 2 tane chiqdi. Chunki ikki buyruqning Mao bir buyruq Mahmud Qashqari deb chiqarib berdi. Mana ikkinchi buyruq o'tirg'i pesh qistirish kerakdi, lekin pesh yo'q. Qanday? Bu yerda biz qistiradigan narsani bu yerga yozamiz. Bu yerga peshni yozmag'achqa bundaq chiqib qoldi. Unda biz bu yerga peshni beraylik. Bergandan keyin Ctrl S saqlab oldik. F5. Endi pesh qistirilgan holatda chiqdi. Shunday-ku. Buni ko'rib oldik. Undaqda azizlar, bu tugidi. Bunun ostiga masalan buning ichiga biz masalan 99 yoki 0998 devatgandan keyin qanday Ctrl S ni besib turib F5 ni bossak, o'tirg'a qistirg'ini 0998 bo'ldi. Endi sallanmi yoki peshlanmi yoki boshqa narsami? Bo'lsa Mahmud u bo'lsa deb qo'yaylik. U bo'lsa degandan keyin biz Ctrl S saqlab oldik. F5 orasiga u bo'lsa degani qistirildi. Buni ko'rib oldik. Undaqda buni ko'rib oldik. Ish qilib, o'sha sapning oqiga, bo'shliqqa nima qo'ysak, o'sha yerda shuni chiqarib berdi degan gap bo'ldi. Endi qaranglar, bu yerda biz bularning hammasini o'chirtamiz. O'chirayotgandan keyin boshqa bir buyruqni yozmoqchi. Undaqda print tirnoq ochdik, yapdik, ishchi kirdik, 10 dedik. Deb asni bosdik. Asni o'chib ketdik. Print dedik. Tirnoq ochdik, yapdik, ishchi kirdik. 20 deyli. Sallan yozganda qo'sh tirnoqning ichiga elish hojasi shunday-ku. Undaqda bunda bo'lgandan keyin Ctrl S ni bosdik, ikkilisini saqlab o'tdi. F5 ni bosdik. Bu yerda 10-20 deb bundaq chiqarib berdi. Ya'ni biz oldingi soat o'rganib o'tgan, ya'ni sallani yozganda printning orqadagi tirnoqning ichiga sallani yozganda qo'sh tirnoq olmaymiz. Sim yoki jumlani yozgan vaqtida qanday so'z yoki jumlani yozgan vaqtida qo'sh tirnoq ichiga olamiz degan to'q.